أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Allah subhanahu wa ta'ala bendelerge barlık Allah özünün iş hareketleri de bütün hatırcemlik tinçlikinin menbesidir Allah subhanahu. Bütün kainat yaratkan barlık iş hareketleri mahlukatları da hem bizge tinçlikni ata kılıqlık. Tinçlik hatırcemlik ata kılıqlık. Allah onun bilen birge kalmay bizge ahirette tayyorlab koygan, ahirette bizge tayyorlagan narsalarda hem nima desa bendelerge hatırcemlik ata kılgıç Allah subhanahu taala. Allah deydi ki: "La yemassuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin." Ya Rabbi, Allahümme cealna minhum. Bizni ana şundaq cennet ahlidan kılgın ya Rabbi. Deydi ki: ularni, yani bu cennetke kirgen müminlerge, cennette ularga hiçbir çarçaş yok ya da la yemassuhum fiha nasab. Hiçbir çarçaş herip çarçap kitiş yok ya. Hiçbir bundan nas yok dedi Allah. Bulmaydı bu nas dedi onlara dedi. Ya. Ve onlar onu cennetten çıkarıp etilmeydi dedi. Vaqtdan doştam çık gitan dedi. Mengü ebedil ebed kaldığan ya o. Çıkarıp etilmeydi o yerden dedi. Ey Rabbimiz bizni ana şu cennet ahlidan kılgın ya Rabbi. Ne? Demek mümin bizge Rabbimiz tarafından mavu cehennem deyilgen haman biz derhal şu cehennemden korkuşunun yolunu tapımız. Cehennemden Allah bu kainattaki barlık Allah bizge ata kılgan bu nimetler hakkında tefekkür kılış arkalık. Allah'a itaat kılış arkalık cehennemden korkumuz. Cehennemden yırakılışqa tirişimizdir. Allah'a yüzlüş, Allah'a yüzlünüş. Allah'ın mahlukatlarına hizmet kılış. Çıkım kılış Allah yolunda. Allah yolunda kurbanlık beriş, namaz, rozu, nurgun ibadetlerimizni ada kılıp Allah'a itaat kılış bilen Allah'a yıkılışıp şu cehennemden kaçımız. Ya. Allah cehennemni yaratmış şu cehennemden kandak kutuluşunun vasıtalarını hem bizge sanaksız beriklik, kandak kutuluşunun yollarını, vasıtalarını beriklik dünyada. Öyle bakayım. Biz abay azraq söylep ötük adlı kardeşler, biz her bir mümin, me'mun, yani amanet kuyulgan amanetiga hiç hıyanet kılmaydı dedi. Peygamberler hem Allah subhanahu ve ta'ala'nın onlarga nazil kılgan vahiy, risalet, peygamberlik vazifesini topshirib elib, şunu hıyanet kılmay, öz petiçe Rabbidan qandaq algan bolsa insanlarga şundaq yetkizishga mukallaf kılmagan. Hiç hıyanet kılmaydı. Müminler hem özüge amanet kuyulgan narsaga mümin buluş sübtimiz bilen hiçbir hıyanet kılmasını ada kılışqa mukallaf biz qadarli qardaş. Mümin ana shundaq bo'ladi. Bizdeki her bir narsa Allah bizge ata kılgan her kan amanet deyilgen vaqtda palani bizge palan pul qo'yib, mana saqlab qo'ygan degan bo'lsa, bu da amanet emas. Ya mana sen qarab qo'ygan bo'lsa, shuni qarab qo'ysaqlam shu amanatga ada qilgan bo'lmaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala amanet deyilgen vaqtida her bir narsamiz bizge berilib atgan vaqtimizni tatib amanet. Qizimiz amanet, ayolimiz amanet, o'g'illarimiz amanet, sağlamlığımız amanet, közümüz amanet. Bizge berilgen hamma narsa vaqtliq berilgen amanet. Ma qanday ishilsa, amanetni haqqiga atugin topshiramiz uni. To'g'ri yo'lda sağlam topshira oldikmi? Qanday qildik? O'ylab boqaylik. Hamma narsa. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, har bir mu'mindan, har bir qarindishimizdan shuni orzu qilamanki bu yerda. Darsning bu yerga kelgan vaqtimizda men shuni orzu qilamanki, insonlarni qadrli qarindoshlar, atrofinglardagi kishilarni urug' tuqqan do'st birodar, bu qarindoshlaringlarni kuchinglarning yetishicha Allah subhanahu va taolaning diniga, Allah subhanahu va taolaga chaqirishinglarni umid qilaman qadrli qarindoshlar. Chunki bu chaqirish ularni Allah yo'liga da'vat qilish, ularni shu qiyomat kuni Allohning azobidan qutulib qolishiga sabab bo'ladi.
Çünkü onundan başka bir yol bilen insanların bizning Allah'ның azabından qutulup qolishimiz mumkin emas, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun har bir qarindoshimdan, har bir qarindoshimizdan kuchining yetishicha eng ulug', eng sharafli vazif bo'lgan, payg'ambarlarning kasbi bo'lgan, eng ulug' xizmat bo'lgan kishilarni Allohning yo'liga da'vat qilishdan iborat. Bu yo'lga safarbarlik qilib, har birimiz özümüz bilmesek mi nurgun kitap materyallarını görüp şunu taqtib, şunu söylelaş arkalık bolsunmu kişilerini Allah yoluga davet kılışına hergiz sel qarmaydı. Bir insanın Allah yoluga minişiga sebepkar bolup qalışımız dünyadaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu degenidek la en yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humurin na'am. Allah subhanahu wa ta'ala sen bilen bir insanını hidayet qilib qilishi, şunun sebep bo'lib qilishing sen uchun qizil to'g'idinmi yaxshi sen uchun deydi. Arablarda qizil to'g' eng dunyodagi eng shularga nisbatan eng esil narsa hamdi. Ana shu dunyodagi bugun kunimizdagi bizga nisbatan eng esil narsamizmi yaxshi hamdi. O'ylab boqaylik. Ajoyib cho'ng bir xizmat. Payg'ambarlarning kasbi bo'lgan eng sharafli xizmat Alloh yo'liga kishilarni chaqirish. Bunun da hergiz sel qaramasligimiz, bunun qimmatini hergiz tövençaqlamasligimiz kerak qadrliqan. Müşahidini her bir qarindoshimdan shuni o'tinaman qadrli qarindoshlar. Çünkü bir insanni Allah yo'liga mang'izib qo'yish, Allah yo'liga mingishiga sababchi bo'lib qilish, bu cheksiz sifatligisiz bir baxt har birimiz uchun qadrli qarindoshlar. Dunyoda biz ba'zi bir muhtoj bo'lib qolgan qarindoshlarımızga yordam qilib, voy bo'ldi ansirmagin, ya birasidan qo'rqqan bo'lishi mumkin, birasidan azor yegan bo'lishi mumkin. Bo'ldi sen xotirjam bo'lgan, men uning adini o'zdan berma, men uningga o'zim tetiyman deyishimiz mumkin. Yoki bir kambag'allik uchrab qolib, qiyinchilik uchrab qolib, ya operatsiya qildigan pul yo'q, hech bir pul yo'q. Voy qarindoshim sen xotirjam bo'lgan, men pulim mening ustimga, men to'layotman, sen xotirjam bo'l deb dunyoviy ba'zi bir qiyinchiliklar, ba'zi bir musibatlardan beshini ko'tarib o'tishimiz mumkin qo'limizdan kelishicha. Bu hem güzel bir amel, güzel iş, maqtilishga tegishlik iş. Ama bu dünyadaki iş bu. Dünyadaki qutquzish, dünyada bir yordam qila olgan bo'lamiz. Agar da şu insan, biz aşu qutqizgan, biz aşu yordam qilgan şu insan agar mustaqim bo'lmasa, to'g'ri yo'lda mangadigan bir insan bo'lmasa, o'ylab boqaylik. Onun keyninden bu insan şu batılının üstüne, şu Allah'ın dininden yirak halette öylep gidip qolib qolsa ve akıbeti cehennem bo'lsa, nima degan echinishlik qadrli qarindosh o'ylab boqaylik. Nima degan echinishlik buning akıbeti? Ashunda bo'lib qolsa, nima degan echinishlik? Shuning uchun bizning dunyoda boshqalarga qila oladigan, dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan eng katta amal bir insanların, başkalarının cehennem azabından, ut azabından qutulup qilishig'a sababchi qilishimiz, qutulup qilishig'a vasitib qilishimiz, yani Allah subhanahu va taolani ularga tunishtirishimiz, bildirishimiz eng katta amal. Çünkü ular Allah'ni bilmay turib, Allah'ni tunimay turib bu cehennemning azobidan qutulishi mumkin emas. Biz buningga vasita bo'laylik. Biz buningga tirishaylik qadrli qarindoshlar. Allah qanchalik tirishsak, shunchalik bergisi Allah subhanahu va taolo. Ularni Allah yo'liga davet qilaylik. O'zimizning eng yaqinlardan boshlab, ailemizden boshlab Allah yo'liga davet qilaylik. Shundoq kengaylik atrofimizga. Bizni har bir mu'minni islom men ashu dinning ichida men ashhadu an la ilaha illalloh degan kundan boshlab har bir mu'min bu dinning xizmatchisi ekanligimizni unutib qolmaydi. Biz iymon etgan kundan boshlab biz nima deganga bu iymon etish degan gap? Ya Rabbi, men sening askaringman. Men bugundan boshlab, mushu sekundan boshlab sening diningga xizmat qiladigan bir xizmatkorman. Men bir askar, xuddi askar davlatni mudofaa qilish uchun qarovullik qurolni elib chiqib xizmat qilish uchun ishga tushgandek, har bir mu'min Allohga iymon etgan soat sekundan boshlab bu dinning xizmatchisi, men bu dinning bir askari, mushu din uchun xizmat qilaman, mushu dinni yuksaltish, mushu dinni kuchaytirish, mushu dinni ulug' qilish uchun xizmat qilish mening majburiyatim degan bo'lamiz qadrli qarindoshlar. Qo'limizdan kelishicha har soha, har birimiz o'zimizning sohasida Allohning diniga xizmat qilishimiz kerak. Bu bizning eng muqaddas,
dunyoda qilishimiz mumkin bo'lgan eng ulug' ish, qadrli qarindoshlar. Qadrli qarindoshlar, dunyoning azobi, dunyoning mushkulotlari, dunyoning qiyinchiliklari haqiqatan tatish qiyin insonga. Ammo lekin agarda shu dunyoning qiyinchiliklari, shu dunyoning musibatlari agarda kengirlikka osmon ziminlarcha bo'lgan jannatga elib berishga sabab bo'ladigan bo'lsa, agar jannatga elib boradigan bir qiyinchilik bo'lsa, dunyodagi tatiyotgan qiyinchiligimiz arziydi qadrli qarindoshlar shuni tatishga. Shuni tatishimizga arziydi. Chunki oldimizda shunchalik katta bir ne'mat, mangulik bir hayot va qadrli qarindoshlar. Dunyo bu 4 kunlik hayot bu. Shuning uchun payg'ambarlarning kasbi bo'lgan, payg'ambarlarning amali bo'lgan bu kishilarni, insonlarni Allohning azobidan, jahannamdan nijotlikka erishishiga sabab bo'lishga tirishadigan bu amalga hargiz sal qaramaydi qadrli qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العابد